Şair ve Yıldız Abdüxaliq Uyghur vafatının 70 yıllık münasibeti bilen Yalqın Rozi Ot yurtu Turpanda yazının Tumuz aylarda kündezi pişkirim issiqning dastidan yerjahan çıdıgısız ısıp hava tolum tinjiq boludu. Canını qaqıştırgan bundaq kündözde çip terlep toxtumay batqan kişiler özünü qoyduğan jay tapalmay ilacısız sap salqın havalı keçinin yetip gelişini taqazalıq bilen kütüdü. Keşkirişi bilen taң kişiler yotqan körpülerini qoltuqlaşıp öz öylerinin ögüsüge çıkıp salqın taq şamalının kelişini kütüp yetişidi. Keçi asmını bähmi oçuq bolup alqançılıkmı bulut görünmeydi. Tün qarangılıqda tinimsiz çaraqlap turgan sansız yulduzlar goya boş üstüdillä eslip turgandek yaqin görünüdü. Bara tağının salqın şamili kelip, kişiler keçinin rahat bəxş havasıdın öz yaranları bilen muңdaşqaş huzur sürüşkü başlaydı. 1920 yıllarının en şundaq yaz keçilerinin biride qalbi ot ateş bolup yalqınlavatqan bir şair yulduzluq asman astıda çoңqur xiyallarga g'arq bolgan halda uluq kichiktinib yatatdı. Bütkül etraf timtaslıqı çömgen tün nesbede şairinin közleri bepayan yulduzluq asmanga tikilip tursumu, emma pikir xiyalları xuddi aqar yulduzdek toxtumay hareketlenip duratdı. Onun közlerden samimilik ve çoңqur azap tökülüp duratdı. Bu közler goya siz üçün iğir uhsunu batqandek, siz üçün əpsusunu batqandek görünetdi. Emma şairinin bu ötkür gözlerden çıkıvatkan Kaysar nurni hemmeli kişi görelmekti. O halqiga acayip bir uluq var ravishda muamele qılatdı. Onun üçün barlıqını qurban qilishga razı idi. Şair yaşagan davr Jungu ve dünya vaziyetide keskin özgürüşler bolup atkan davr idi. O vatan asmanını jahalet bulutları baskan, xalq, nadallık, namratlık, qalaqlık, huquqsizlik, medeniyetsizlik patqıqıda inravatkan külpetlik yıllarda yaşadı. Vatanını, xalqını çeksiz kızgınlık bilen söydiğen bu şair üçün aytqanda, bütkül dünyanı yenilikka köçüş, taraqqiyatqa intilish, milli güllenişni amalga oshirish çoqin sadalary qaplaganda, barcha eller özlerinin kelachigi ustida taxirsizlik bilen iznivatgan ahvolda Asiyanın merkezideki bu qadimiy xalqning hech nimadan xabarsiz holda g'aflat uyqusida xo'ruldab uxlashi shoirning qalbini azobdan o'rtadi. Uni ichidan puchiladi va o'kindirdi. Shoir cho'nqur kuzatish va selishtirish, to'xtovsiz tafakkur qilish orqali oxiri o'zini barliq nodonlik, zaiflik, itoatmanlikning qarshi tarafidagi yagona odamga aylantirdi. İdeyasi keskin, xarakteri güçlük, iradesi mustahkam, ulug'vor orzuga ega bu azimat shoir ayni davrdagi barliq chirigan gavdalar orasidan bir qat ko'tarib chiqib, bor ovozi va zardisi bilan halokat uyqusida yotgan qarindoshlarga qarab, "Uyg'on!" deb xitob qildi. Nadan xalq o'z shoirining ruhiy o'zgarishidagi ulug'liqni faqatli his qilmadi. Vaholanki o bir ot, şundaqla çaraslap yanğan bir ot idi. Onun yalqınlıq xitabı goya boğdu çoqısıdan qoyup berilgen küçlük nurdek ayni yıllarının zulmet basqan osmanını yerib ötdi. Emma təpsi təvriməs dərəcədə bexudlaşıb, qalbi korlaşıb ketken nadan xalqның bu nurni toluq körəlişi mümkün emas idi. Haqiqatni chin ma'nisi bilan to'nigan shoir ideyada qarindoshları intilib baxmagan bir qirg'oqqa yetib kelgan edi. Afsuski, uning atrofi butunlay qop-quruq edi. Uningdagi haqiqat uchun o'zini beg'ishlagan qizg'in hissiyot ilojsiz, ichinishliq sukut ichida tinchib qoldi. Qattiq g'ayribsingan shoir bepoyon tun osmonida bir-biridan nurani holda charaqlab yenib turgan yurt yulduzlarga tikilganicha, bor magar shoir g'ayrib yolg'iz yotur ko'kka qarab, ko'kda yulduzlar yonar, yerda faqat shoir yonar deb azobliq o'ksindi. Bu xil azoblanish hissiyoti kallasi o'yg'oq, haqiqatni tushungan, vatan xalq g'imida qalbi puchilangan, nodonlikqa, qoloqlikqa qattiq nafratlanadigan,
taraqqiyotga, haqiqiy insoniy ma'nidagi yangi hayotga cheksiz talpinadigan oliyjanob ruhga ega kishilarga xos oliy azob tuyg'usi edi. Hargizmi azmi shoirlarning umidsizligi emas edi. U bir xil falsafaviy ma'nidagi azob edi. Ulug'vor bir qalbning chaqnishi edi. Shoir shu davrdagi qarindoshlarga selishtirganda bu jihatda yagona hisoblanadi. Shunga u boshqalar bilan o'rtaq til topolmadi. O'zining qalbidagi haqiqat yolqinining ushqudini boshqalarning qalbiga tutashtirishga noiloj qoldi. Reallikni o'zgartirishning, kishilarning ingini uyg'otishning qiyinligidan faryod chekdi. Chidog'isiz nodonligimizdan qattiq ich pushdi. Oqibatning qilchimi xayrlik bo'lmaydiganligini to'nib yetib, chunqur hasrat chekdi. Qisqasi, shoirning bepoyon osmon bo'shlig'iga qarab yetib, ich-ichidan g'eribsinishi mushundoq mo'l ma'niga ega g'eribsinish hissiyoti edi. Bundaq alohida ma'niga ega g'eribsinish donishmandlarga xos bo'lgan alohida ma'naviy sifat edi. Bundaq ulug'vor tanholik tuyg'usida o'z g'amining qo'yida bo'ladigan, hayotni kun chiqdi, kun patdi deb o'tkazadigan, ertadan kechgacha odatdagi turmush malakchiligi bilan shapashlab yuradigan kishilarning erishalishi asla mumkin emas edi. Mushmadadan shoir jo'shqin ruhi, hech qanday milliy e'tiqodi va ijtimoiy qizg'inligi yo'q odamlarga ichidan nafratlanadi. Uning barliq she'rlaridan shoirning o'kinish va azoblanish hissiyotini hamda chunqur tafakkurini ro'shan ko'rib olqili bo'ladi. Ko'zini g'aflat pardasi to'sib olgan, aqli zaiflashgan, ruhiy sezgirligini yo'qotgan bechora xalq odam qandoq yashashi kerak? Bugungi reallik nimadan derak beradi? Jahon nadin naga ketyapti? Do'st kim, dushman kim? Degandek negizlik o'y-xiyollardan to'limi yiroq. Mavjudga munosabatlik eng muhim masalalarda butunlay nodon bo'lg'ashqa o'z shoirining she'rlaridagi yolqinliq da'vatlarga qilch quloq solmadi. Ammo siyosiy qariniyat jallod Shinshay vatan osmonida charaqlab chaqnagan bu yo'riq yulduzning o'tkir nurini bayqab oldi. O shoir taratgan bu nurning homini millionlagan behud qalblarga bosib kiradigan hayotiy kuchga ega ekanligini faraz qilib, zaharli qilichini qinidan sug'urib 1933-yili 3-oyning 13-kuni 32 yoshlik bu o't yurak shoirni yovuzlik bilan kechiktirmay chepib o'ldirdi. Shu paytda shoirning odatda qarindoshlariga oq ko'ngillik yig'ib turadigan qo'y ko'zlaridan dushmanlarga bo'lgan g'azab ushqunlari chaqnadi. Og'zidan yurakni larzaga solg'uvchi mardona shuorlar yomridi. Faqat bir xil o'lim mangu halok bo'lganlikni ifodalamaydi. U bo'lsa-mu to'zib ketgan gul, soqib ketgan yulduz, pishqon meva, big' surgan uruq, yerga to'kilgan yo'pirmoq, sunib ketgan shamshar. Nadan xalq jallod Shinshayning qonliq qilichi ostida jon bergan bu salmoq ham chunqur fikrlik yosh shoirni hayron bo'lgan holda bayqashdi. Shoir taratgan nur ularning qalb osmonini asta-asta yo'ritishga boshladi. Uning she'rlaridagi kuchli isyonkorlik ruh, yiroqni ko'rar nazar va chaqiriq kuchiga boy fikrlar ularning o'lik suvdek jimjit qalbida yenik tavrinish paydo qilishga boshladi. Necha yüz yillar mobaynida qadoqlashib ketgan bu qalblarni larzaga selish uncha oson emas edi albatta. 20-asrning 80-yillariga kelganda bu nuroniy yulduz o'zini izlash safariga otlangan, o'zlik tuyg'usi uyg'ongan bir avlod yoshlarning qalbida charaqlab yenib, ularni o'ziga maftun qilib oldi. Abduxoliq Uyg'ur degan ism ular ig'izidan tushirmaydigan eng go'zal ism bo'lib qoldi. Xalq uchun yashagan, erkinlik uchun cho'qan salgan, nodonlikdan qutulish uchun faryod ko'targan odamning gapi chiqsa, oldi bilan ularning ko'z oldiga Abduxoliq Uyg'urning siymosi keladigan bo'ldi. Vatan davatiga sezgirlik bilan quloq soladigan, qizg'in hissiyotga, yuksak orzuga ega bu yoshlar odatda boshqa nurg'un masalalarda gap talashib qolsa-mu, biroq ularning zulmat osmonida chaqnagan shoir Abduxoliq Uyg'ur bo'lgan hurmati birdek edi.
Mana bugün şairning vafot bo'lganiga to'p-to'g'ri 70 yil bo'ldi. Shu tapda butkul Urumchi shahri ig'ir uyqu qo'yniga kirib ketdi. Men ustal chirg'i oldida mukchib o'ltirib, shoiri Abduxoliq Uyg'ur bilan g'oyibona so'zlashmoqdaman. Odatda qat'iylikim bo'shishib, dilg'uliqim kuchib qolgan chaqlarda, hayotdagi chokinliqlar bilan elishib charchagan vaqtimda uning she'rlarini o'qisam, menga jasorat va kurash xushalliq ato qiladi. Qisqasi, shoir Abduxoliq Uyg'ur qalbimdagi mangulik yorug' yulduz. 2003-yili 3-oyning 13-kuni tun kechada yozildi. Mazkur maqola Yalqin Ro'zning "Men nemishqa obzor yozaman" nomli kitobidan elindi.